Assalomu alaykum hammaga, dehqonlar, akalar, ukalar. Bugun 21 aprel, xudo xolasa 2025-yil. Farg'ona Qo'rsoyga kelganmiz. Bu yerda teplitsamizga, issiqxonamizga Pink Paradise sorti ekilgan. Xudo xolasa nechinchida ekilgan edi bu? 8-mart. 8-martda ekilgan, ekilganiga keldik. Xo'p, bu yerda endi ekinda xudo xolasa unchalik yetarli darajada kamomatlar yo'q. Endi bitta dona anaqasi bor ekan. Yerligisida shelchnis balandligini hisobigami yoki qumlik hisobigami yoki ko'p qayta frezer bilan ishlov berilgani hisobigami yer o'tda mayda bo'lib ketgan. O'shani hisobiga zichli baland bo'lib ketgan. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, nam joyga barmoqni tiqsa ham mana kirmaydi, barmoq qayrilib boradi. O'shani hisobiga ekinimizning yuqori qismida hozir uje ildizlar ozgina siqilgani hisobiga ekinimizning yuqori qismi hisobiga kisloroddan ozgina muammo bo'layotgani hisobiga ozgina ingichka tortgan yuqori qismlari ildiz o'ziga yaxshi ola olmayapti berilgan oziqalarni. Shuning uchun hozir biz bularga dehqonimizga maslahat berdik. Har bitta ekinni tagiga shoxa urib chiqadilar. Endi hamma joyda har xil aytiladi. Toshkentda payshaqa deyiladi, Voha tarafida shoxa deyiladi. Bu yerda payshaqa deyiladi, Farg'onada ham. Xullas shuni ikkitadan qaytadan urib chiqasiz aka. Tagiga. Bu sizga nimaga beradi? Nima beradi? Shu payshaqani urayotgan paytingizda iloji bo'lsa sug'arilgan kun bo'lsin. Sug'arilgan kun bo'lishining sababi payshaqa to'g'ri kirib, to'g'ri chiqadi. Sizda o'sha yerda kerakli trubkalar, naychalar hosil bo'ladi. Agar quruq holatda tursangiz, payshaqani sug'urayotgan paytingizda u yana qayta urib qoladi, o'ziga foyda bermaydi. Shu narsalarni berasiz. Inshaalloh undan keyin mana organika green anaqamizni berasiz. Green xumikimizni. Bu nima qilib beradi? Shu yeringizdagi yer strukturasini to'g'rilab beradi bu. Keyin ildiz otishini jadallashtirib beradi. Bu avtomatik ekinni jadallanishiga olib keladi. Ana undan keyingisi oradan yana bir hafta o'tganingizdan keyin Greeno buni berasiz. Buni berasiz aka, bu xudo xolasa sizga palay bilan doningizga ishlab beradi. O'zi 6 xil, 7 xil ketma-ketligimiz bor. Shu 6 xil, 7 xil ketma-ketlikdan hozir sizga tushadigan variant nimasi ashi ikkalasi bo'lib turibdi. Endi xudo xolasa shularni berganingizdan keyin yana bir holatini tashlab berasiz yoki video anaqa qilib bersangiz, shu holatiga qarab turib yana nimadir o'ylab javob beramiz. Yana qanaqa savollaringiz bor aka bu ekin borasida? O'zi bering bizga. Nimadan qiynalyapsizlar? Bularda hozir aka bizda o'sha qiynalish asosi o'sha ingichka tortib ketayotganiga donlarni biz o'zimiz xohlaganda haligacha yirik bo'lmayotganiga shu asosiy muammoimiz shu. Bu muammolar xudo xolasa shu payshaqa bilan, ildiz bilan, mana shu bilan hal bo'ladi. Shu mana shu ishonchli bo'lish uchun, gapimiz ishonchli bo'lish uchun xudo xolasa 21 bo'lsa 28, 29-shesladagi bir rasmlarini, videolarini tashlab bersangiz, inshaalloh aka, yolg'on bo'lmaydi. Inshaalloh. Shu gapimiz sog' bo'ladi, hammasi ertaga guvohlik beramiz. İnşallah. Ekin holati shu. Bunu berasiz. Bunu berganingizdan